mahallada yettilik tizimini joriy qilib, kredit, subsidiya, kompensatsiya, moddiy yordam ajratish kabi 100 dan ziyod xizmatlarni mahallani o'ziga berganimiz hisobiga 7,5 million odam kambag'allikdan chiqdi. Ishsizlik darajasi 2 barobar qisqardi. Shuningdek, 3,5 ming mahalla qiyofasi zamonaviy ko'rinishga keldi. 8 yil ichida jami mablag'lardan 300 trillion so'm resurs berildi. May-iyul oyida mahallalarda saylovlar o'tdi. Raislarning 45% yangilandi. Mahalla raislarining vakolati 3 yildan 5 yilga uzaytirildi. Mahalla raislari boshchiligidagi yettilikning har birida vertikal tizim bor. Oyligi ham, sharoiti ham, resurs va vakolatlari ham yetarli. Mahalladagi har bir imkoniyatni loyihaga aylantirib, ish o'rni yaratish uchun bankir va soliqchini bog'lab berdik. Infratuzilmaga ham alohida mablag' ajratilyapti. Bulardan samarali foydalanib natija ko'rsatayotgan mahallalar juda ko'p, lekin ayrimlari yagona komanda sifatida ishlab ketishni haligacha o'rgangani yo'q. Norin tumanidagi Sho'rariq mahallasiga borganim, viloyat hokimlari yettilikni respublika, viloyat tuman rahbarlarining ko'zini ochib, ularni sifat va kompetensiyani oshirishga undashi kerak. Ayniqsa tuman hokimlari mahalla yettiligini ishlatish bo'yicha yangi yondashuvlarni joriy qilishi zarur.